Yangi uylangan birodarlarimiz uchun top 5 ta foydali sun'iy intellekt. Birinchi o'rinda albatta ChatGPT. Istalgan turdagi mavzularni yozishinglar va o'zlari uchun kerakli bo'lgan planlarni qilishinglar mumkin. Ikkinchi o'rinda bu Notion AI. Notion AI dasturi orqali siz birgalikda rafiqangiz bilan har xil planlar qilishingiz mumkin. Bu planlar sizlarda o'rtalaridagi munosabatlarni qatnashinglarni yana mustahkam bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Masalan, qachon qayerga birgalikda sayrga borish, qachon qaysi kuni nima ovqat qilish va qancha rasxod qilish, hammasini budjetlarni ham birgalikda, hattoki profillarni integratsiya qilsanglar ham bo'ladi, bir-biringlarga ulab olsanglar ham bo'ladi. Uchinchi o'rinda tilmoch, ya'ni ayolingizga qanaqadir grammatik xatolarsiz yozishni o'rgatishning eng zo'r foydali bo'lgan sun'iy intellekt dasturlaridan biri. Ya'ni o'zbek tilida bexato yozishni o'rgatishingiz mumkin. Uchinchi o'rinda bu sun'iy intellekt juda ham foydali. To'rtinchi o'rinda esa replika, ya'ni ayolingiz qo'qqisni siz jahlingiz chiqarib qo'yadigan bo'lsa, uni so'kib yuborishga shoshilmang. O'zingizni bosib olishingiz uchun har xil kuchli stressga tushib qoladigan bo'lsa, sizga juda ham yaqin do'st sifatida gaplasha oladigan sun'iy intellekt kerak bo'lishi mumkin. Bu albatta replika dasturi. Replika sun'iy intellektda siz bemalol stressdan chiqishingizgacha bo'lgan davr muddatda maza qilib suhbatlashib o'tirishingiz mumkin. Ya'ni har xil erkaklar bo'ladi. Kimdir stressga umuman tushmaydi, kimdir stressga bir qattiq tushsa chiqish qiyin bo'ladi. Juda ham foydali bo'lishi mumkin. Oxirgisi 5-o'rinda Eleven Labs. Ya'ni Eleven Labsda siz ayolingizni har xil prank ovozlar bilan xursand qilishingiz mumkin, ko'ngilini ko'tarishingiz mumkin va bu orqali boya aytib o'tgandek ikkovinglar oralaringizda gaplashingizni yana ham mustahkam qilishga sababchi bo'lishi mumkin. Foydali bo'ldimi? Foydali bo'lgan bo'lsa ushbu videoda hali ham uylanmayotgan birodarlarga yuborib qo'ying. Tezroq uylansin.